Bo'ldi, hal qilamiz, gap yo'q kechgacha. Bananlar qanchadan bo'lyapti? 70 ming so'm aka, olavering. Aka, mevalar qancha bo'lyapti? Bananni qancha olyapsiz aka? 70 ming deydi. 70 ming? Aka, sal kelishtiring bananni. Mana bu yoqda 30 ming sotyapti-ku. Uka, bosh xotirmadan men 30 ming so'mga boshqa joydan. Aka, yangi yil oldi, mevachilar oldiga yaqinlashmay qolibdi. Bularni ham davri kelyapti-da. Yangi yildan keyin ko'ramiz ahvollaringni. Yangi yilga mevachi yemaganmiz, qo'y. Mana shu mevalarni o'zim narxi olsa ham sotishim kerak. Aksiga yomg'ir ham tushyapti. Chirishni boshlaydi. Aka, kelgan meva olib keting aka. Qancha bo'lyapti-ku mevalaring? Akajon, siz xohlagan narsangizni olib kelishtirib, arzongina o'zim narxidan ham past qilib beraman aka, ong. Bananlaring qanchadan bo'lyapti? Qancha berasiz aka? 10 ming so'm bo'ladimi aka? 10 ming so'm. Yo'q, 10 ming ham qimmat. Akajon, 7 ming so'm berasizmi aka? Bolalarimiz maza qilib yeydi aka. 7 mingga berib beraman aka. Aka, mevalar tushibmi? Aka 7 mingdan olib ilanyapti. Yo'q. Aka, mana $100 beraman, joy poyingiz bilan berasizmi? Bu ham o'zingizni pulingiz, yangi yildan oldin sochib yuboruvdim. Deysizmi? Voh, men qaydan bilay? Yangi yil bir umr bo'lsa kerak deb o'ylabman-da.